Islombek Ismoilov U17 terma jamoamiz futbolchilarining legionerga aylanish ehtimoli haqida gapirdi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiyi Islombek Ismoilov yosh futbolchilarimizning legioner bo'lish ehtimoli haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Futbolchilarni skautlar kuzatmoqda, ayniqsa Hakimov, Erimbetov va Sodiqovlarni. Shu haqida nima deysiz? Va ularni legionerga aylanish ehtimoli qay darajada? Albatta bu tabiiy holat. Ularni kuzatish juda quvonarli. Umid qilamizki, bu faqat kuzatish bilan cheklanib qolmaydi. Agar Yevropa klublari futbolchilarimizni jalb qilishsa, bu o'zbek futboli uchun katta yutuq bo'ladi. Men murabbiy sifatida bundan faqat xursandman, deya Ismoilovning so'zlarini keltiradi O'zbekiston Legioners. Yosh futbolchilarimiz Jahon chempionati 1/16 finalida Xorvatiyaga qarshi o'yin o'tkazadi. Bahs 15 noyabr kuni 20:30 da start oladi. Xorvatiya U17 bosh murabbiyi: hech qanday raqibdan qo'rqmaymiz. Xorvatiya o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiyi Mirijan Budimir U17 Jahon chempionati 1/16 final doirasida O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Avvalambor shogirdlarimni musobaqaning play-off bosqichiga yo'llanma olgani bilan tabriklayman. Guruhdagi oxirgi o'yinni to'laqonli nazorat qildik. G'alaba qozonishdan tashqari imkon qadar ko'proq gol urishga intildik. Senegal natijasini bilmaganimizdan keyin esa bor kuchimiz bilan yana bir bor gol urishga harakat qildik, ammo afsuski bunga erisha olmadik. Senegal Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi fantastik o'yin ko'rsatdi. 5 ta gol urdi va to'plar farqi hisobiga guruhda birinchi o'rinni egalladi. Biroq bu hech narsani o'zgartirmaydi. Guruh bosqichida 3 ta ajoyib o'yin o'tkazdik. Endi esa ijobiy ruhda oldinga qarab harakatlanamiz. Play-off bosqichida uzoqqa borish uchun har bir o'yinda g'alaba qozonish kerak. Intizom va ajoyib yigitlar jamul-jam ekan, hech qanday raqibdan qo'rqmaymiz, dedi 45 yoshli mutaxassis. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston va Xorvatiya o'rtasidagi bellashuv 15 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:45 da start oladi.